Avtotransportni qarzdorligini bartaraf etkazishga qadar vaqtincha jarima maydonida ushlab turamiz. Yo'q, hozir to'laylik. Kompusda nima kasallik bor. Ashbozlar qarab o'tibman. Yo'q, tushundim aka. Hozir to'laylik bo'lmasa. O'tkazing. O'tkazing, shu yerda bartaraf qiling bu. Hozir. Muammo yo'q. Yo'q, naqd pul olmaymiz aka, bizga mumkin emas. Kiligizda o'tkazasiz. Yo'q, aka. Mashinangizda bo'lmasa yuklab berib yuboramiz aka. Yo'q, men shatda mana turgan joyda bartaraf qiling sizga. Telefon qilib aytaman-da, tashlab berishadi. Voy, qandoqsizlar turibdi, men chekkaga olib qo'yaman. Alisher aka, mashinani olib keling. To'lab o'sha yerdan olib chiqib ketaverasiz aka. Muammo yo'q aka. Yo'q, har qanday holatda avtotransport vositalari maxsus evakuator yordamida jarima maydonlariga jo'natiladi, eltiladi aka. Shunday aka. Bu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan. Shunda avtotransportingizda bemor yo'q, bemor bo'lganda sharoit yaratib beradi. Bemor aka, tushundim. Shifokorlar qarama ostidami, shifokorlar nazoratidami aka? Bir-birimizni to'g'ri tushunamiz. Rol balon to'g'ri. Hali to'laganingiz yo'q, to'lab olib chiqib ketaverasiz, muammo yo'q aka.